elektron bankda ishlaymiz. Ismim Jahongir, Umidjon Asadbek. Qisqacha bir 5 minut vaqtingizni olamiz. Shu kiritlarimiz bo'yicha, shu bankimiz bo'yicha ma'lumot berishga. Hop, biz mahalla doirasida davlat dasturlariga doir kiritlar, maqsadli kiritlar kiritamiz. Masalan, shu mana nechta kirit berdingiz opa? O'tgan hisobda 36 ta, 7 ta. Hammasi maqsadli, bilingan. Hop, produktlarimiz bor. Mahalla loyihasi. Summamiz 30 milliongacha bo'ladi. Yillik foiz stavkamiz 25% bo'ladi. O'tiryapmiz. Hop, nima yo'nalishlarga beramiz? Ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish. Tushunasizlar, ishlab chiqarishga nima kiradi? Xizmat ko'rsatishga. Hop, chorvachilikka, parrandachilikka, novvoychilikka, asalarichilikka ketaveradi. Hop, 4 yil muddatga beramiz. Hop, oyiga agar 30 million olsangiz 1 milliondan chiqadi. Ta'minotiga faqat sug'urta bo'ladi. 30 million agar olsangiz, sug'urtasi 1,5 million bo'ladi. Hop, xarajatlarni aytsam, shu ketishda xarajati 30 millionlikka bu ishsiz fuqarolarga o'zimiz band qilgan fuqarolarga beramiz. O'z band qilgansiz soliq to'lovi bo'ladi. 1 yillik staj yoziladi. O'sha 1 yillik staj 412 ming soliq to'lovi. 412 ming bo'ladi. Sug'urta to'lovi bo'ladi hisoblanadi. 1,5 million. Keyin ikkinchi kiritimiz biznesning maqsadi. Xuddi shu yo'nalishlarga, xuddi shu foizda, 25%da faqat muddati 3 yil. 23 million. 3 yil. Buni plus tomoni ham yo sug'urta ta'minot qilsangiz bo'ladi, yoki biron kishini kafil qilsangiz bo'ladi. Davlat ishda ishlaydigan ish haqisi bor odamlarni kafil qilsa bo'ladi. Bu kreditlarga birinchi o'rinda kredit tarix tekshiradi, KTM. Birinchi o'rinda pasport so'raydi, bo'lmasa pasport so'raydi, biz birinchi bo'lib KTM bazamiz bilan bazada tekshiramiz. Chornik emas. Chornik degani, masalan, oldin kredit olib yopgan bo'lsangiz, 2 oydan o'zi 2 marta o'tkazib yopgan bo'lsangiz, shu chornik hisoblanadi. Ya'ni 60 plus deydi, 60 kundan o'tib 2 marta agar yopgan bo'lsangiz, inson omili emas, bu KTM bazani o'zi o'tkazib beradi. Ba'zan o'zi qaytaradi, u inson omili qatnashmaydi. Biz zaifga kiritganimizda o'sha joyda keladi, o'tkazib keladi. Umuman aralashmaydi. Keyin buni o'chirish tartibi desangiz, u hech qanday bankka ular oddiy tashkilotda ular o'zi KTM. Ular kirit yopgandan keyin 5 yil deyilgan. Ya'ni 5 yil o'tgan bo'lishi kerak. Tartib shunday. Avval yo'q bo'lgandan keyin. Yo sizlar aytsangiz mumkin, biz mana baribir to'liq qolgan kreditimni yopganman-ku deyish mumkin. O'sha yopish jarayonida kechikkan bo'lsa to'liq chiqarib bo'ladi. 30 million yopgansiz, hozir kreditingiz yopmaydi. Открыт bo'lib turadi kredit yo'q, zakrit deb chiqaradi. Zakritda yo'l hamma narsasi yoziladi. 30 plus, 60 plus, 90 plus, necha marta oydan oy qoldirgansiz shunday ba'zi chiqarib qo'yasiz. O'z to'liq yopganingizni qanday yopgan jarayonni chiqargan. Xo'p, bu aytdim, shu ta'minotga kafil qilsangiz ham bo'ladi, sug'urta ham qilsa bo'ladi. Yo'nalishlar xuddi shunday. Ishlab chiqarish xizmat ko'rsatish. Foiz 25%. Keyin avtokiritlarimiz bor. Garov evaziga kiritlarimiz bor. Mikro qarzlarimiz bor. Omonatlarimiz bor, 19% masalan. Garov evaziga transport vosita bo'lsa, hozir qisqartirildi. Oldin 3 yillik edi, hozir 2 yil. Kamida 25-yil chiqqan avtotransport vositasi bor. 25-26 oldin 3 yillik oldin oladi. Keyin noturar joy bo'lishi kerak. 300 milliongacha beradi. Bu masalada. Muqobil biznesdagi kreditimiz bor, bu ham u jismoniylarga beradi. Foizini ham ko'tarib qo'ydi buni. To'liq foiz baland desa 32 qilib qo'ydi. O'zi 27.9 edi bundan oldin, bir oy oldin. Ko'tarib qo'ygani sabab oldin KTM so'radi. Hozir shunday qildiki, foizni ko'tardida KTM qaramaydi. Chorlik bo'lsangiz ham beradi.